Men qayerdaman? Bugun kechqurun singillarim ziyofatga borishadi. Asli iltimos ularga g'amxo'rlik qilgan. Ha, albatta, Onni. Nega hozirgina tayyorlangan ramyonim o'sha mushuk tufayli to'kilishi kerak edi? Qanday qilib shunday go'zal qiz bittagina ramyon tufayli yig'lashi mumkin? Uni qayerga ketyapsiz? Men Karmenning ziyofatiga ketyapman. Kichkintalarga qarayman. Ruka uni ketdi, to'g'rimi? Ha, menimcha ketdi. Avvalroq Ahyo uni yig'layotganini eshitgandim. Bu shunchaki to'kilgan ramyon haqida ekan. Rostdanmi? Bu axir bolalarcha-ku. Voy, bu juda mazali bo'lsa kerak. Singlim Chigita, hozir qayerdasan? Nega bunday qilyapsan? Deyarli jarohat olding-ku. Kuting, davomi bor. Sizlar bilan Yona va Jinruka